Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalın görüşçüleri, fermerler, manda gününüzler menen koy suyucu qoğum. Sandan Sapatqa biz Ordoğlu Oş şaharına geldik. Oş şaharına gelip birinçele qoroğuna geldik. Tuğanlar Tohirjon degen ağabızın qoroğusundabız. Bugün sattıqqa mına oşunday qoylar var. Көріп qo'yingizlar. Tohirjon ağabız mına balası menen birgelikte araşan qoyların bağı baştaptır. Buyursa biz sizlerge mına oşul qoylardı gösterip bereli. Бұл жақта Tohirjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'y suvchilar, qandaysizlar? Pensiyonlar yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz qandaysiz? Yaxshi, siz qandaysiz? Tohirjon aka, şu Arashan temasiga kirib qolsiz sizlar. Allah buyursa. Qachon boshladingizlar? Ne olib kirib qoldingizlar? Qanday qo'ylar bor? Arashanda shu qiziqish sababchi o'g'lim bo'ldi. O'g'lim orqali shu Arashanga qiziqib suyib qoldik, xudo xolasa. O'g'lim shu Turkiyada yashab, Arashan qo'ylarni ko'rib, suyib, shuni olib berdi. Shu qo'ylarni endi boqib Allah buyursa ko'paytirishga harakatdamiz. Osh shahri Turan degan kichik rayon, ha? Ha, Osh shahri. Qancha qo'yingizlar bor? 40 bosh qo'yimiz bor, Allah buyursa. Qayoqdan olgansizlar qo'ylar? Hamma qo'ylar asli Bishkekdan kelingan qo'ylar. Bishkekdan, ha? Bishkekdan kelingan qo'ylar. Juring ham, qo'ylarimiz bor, ko'raylik. Yaqinroq bor. Buni qizil qo'ylarni bo'lib chiqardi. Bundan keyin qora qo'ylarni ko'rasizlar. Buyursa buna olacaqda hozir qancha bir 15 ta qizil qo'y bor ekan, ha? Ha, 15 ta qo'zlar bilan bir 15 ta qiz bor. Bu qo'ylar sotilmaydi, ha? Nabzor. Nabzor. Bu qo'ylar hammasi shu odamlar ko'rib, nima qilishga chiqaryapmiz. Maşallah. Tuğanlar emi bu ağabeyimizni ko'rsatayotganimiz sebebi bizim Tüştük regionda, buna Oş taraflarda shunday Arashan baqqan qo'roqlarni izlep жатқан болсаңыздар, мына ушул агабыздын дагы қороонун көрүп коюңуздар, көрүп, таанышып, бир келип көрүп кетиңиздер. Сиздер дагы кой баксаңыздар, баягы обмен информация дейт го, ошол жакшы да. Келип көрүп, мотивация алып, жакшы козу болсо брондоп, бул бири-бириңиздер менен бир тажрыйба алмашуу дейт. Же болбосо бир точка катары билип койсоңуздар болот. Мына ушул жерде ушундай койлор бар экен. Төл баштаса барып көрүп козуларынан аламын десеңиздер дагы мына ушул жерде билип койсоңуздар болот. Буйруса мына ушул агабыздын койлору күн ысык аябай башын салып атат. Опа! Азыр Кыргызстандын бүт эле региондору мына ушундай. Tohirjon aka. Aka. 1 жыл болду дедиңиз, э? 1 жыл болуп калды, 1 жыл болуп калды. 1 жыл болду. Козуларын сатпай атасыздар азыр. Азыр эми чоңойсун, ала бuyursa сатамыз энди. Козуларды азыр. Hazır emes. Hazır emes, ha. Qo'ylaringiz yaxshi ekan. Nabzor bir ko'z tutib ko'rsatsangiz yaxshi bo'ladi. Qanaqa buni erkak qo'zlarni keyinroq satasizlar da bor, ha? Allah buyursa mana shu qo'yimiz qo'z liniyasi bilan qo'zni shu 3 oylik qo'zimiz, Allah buyursa. Mana ko'rib qo'ying, juvon, suyaklar juvon, quyruqlari ham yaxshi, razrezlari ham yaxshi mana. Kuyruklar sonuna ekan. Bu ne liniyasi? Bu onasi Karabildi liniyasi, onasidan, otasidan Buldozerdi liniyasidan bu. Ha, Buldozer. Şu son liniya. Chistotasi yaxshi ekan, ha? Chistota svetli mana ko'rdingizmi? Kuyruklar, ha, o'ngmi da, o'ng. Chistotalar yaxshi ekan. Yaxshi qo'zg'u chiqar ekan. Bular keyinroq satasizlar bu. Keyin, ha, xudo xolasa keyinroq satamiz. Mana quloqlarni ko'rdingizmi? Quloqlari ham uzun. Mana bu yog'ini ham svetli. Bölüne başlap turur, ha? Mana yana bir sog'liq qo'yimiz bu. Bu sog'liq qo'yimiz. Ha, bu urg'achimi? Urg'ach qo'yimiz bu. Buni nimasi? Otasi Sharpeydiki. Sharpeyd liniyasidan. Garbanosmi? Garbanosli. Quloqlari ham mana. Quloqlari ham. 3,5 oylik, 4 oylik ekan, ha? 3 oydan o'tgan, 4 oy bo'lgan ekan. Mo'ynining juni tushib turdi. Tushdi boshladi. Mana razrezlari ham yaxshi mana. Buni erkakmi debdim janobi? Yo'q. Bu urg'ach qo'y. Garbanos zo'r ekan. Qana bir aydab ko'rsataylik, andan keyin qora qo'ylarni ko'rsataylik.
Qo'y satmaysizlar, ha? Ayog'ida ko'rsatib satıladi. Ayog'ida sata turganlar ayog'ida ko'rsatamiz. Bir aydan qo'ydi-ku. Bunu soğuluqlarda, son soğuluqlar ekan. Bunu qachon tug'ilgan urg'ochi qo'zlar, buni olar. Yo'q, bular yo'q, bular tug'ilgan. Kuzda tug'ilgan bular. Yo'q. Bular yanvarda tug'ilgan qo'ylar bular. Ko'rsatib tushlar. Bular mana yanvarski to'xtular, qo'zilarimiz. Mana quloqlari ham keng. Uzun. Mana razdez. Oyoqlari ham yo'g'on. Garbanosi mana. Bular satmaysiz-a? Yo'q, bular o'zimizdan nima qilamiz, xudo xolasa. Urg'ochi qo'zlar. Bularda ham liniyalari bor. Bishkekdan kelgan. Bishkekdan kelgan. Ha. Bular Bishkekdan kelgan, onasi Bishkekdan kelgan. Bir tug'ilib cho'g'onyapti-da. Hozir urg'ochi satmaydi o'xshaysizlar-a? Sotatirgan qo'ylarda endi obzorga nima qilib aytamiz edi, oyog'ida. Satila turgan narsalarni oyog'ida ko'rsatganmiz tug'anlar. Qara o'ngdi tug'anlar, qara qo'ylar. Ko'rdingizlar, 5 baş, 6 baş qara qo'y. To'xirjon og'amizning qara qo'ylari da bor ekan. No'g'on birov salgan, qolganlari qayoqdan kelgan qo'ylar? Bular Bishkekdan kelgan. Liniyasi bormi? Liniyasi Jaguar liniyasi bor. Mana uni liniyasi bittasi liniyasini unutib qoldim mana. Cho'ng qaranlikini. Qolganlar, ha. Qolganlar Jaguar liniyasi. 5'ösü. 5'ö. Bo'ldi, aydangizlar, aylantirib. Hozir birosida qo'zisi bor ekan, qolganlari o'sha qo'zisini sutdan bo'lib qolibdir. Bu jaqlardan 6 qo'yning ichidan bir qara qo'y sotiladi ekan, tug'anlar. Jaguarning qizi, klichka Jaguar ekan. Oyog'inda o'shanda bo'lib ko'rsatamiz. Jaguarning qizlari dedingizmi? Jaguar qizlari borlar. 5'ö. Mana birosi afg'on ekan. Cho'ng qo'y. Mana shuni savg'on mana. Ne ola? Ha, mana shuni savg'on. Bizde satila turgan onday yosh qo'zlar bor ekan, qora. Satila turgan bölük yemi chiqib turgan. Bundan keyin 2 cho'ng qo'chqor bor, biri afg'on, biri qora qo'chqor. Bu yerda bir erkek qara afg'on qo'z qo'chqorni ko'rdingizlar. Ondan keyin mo'l jaqda mana 2 erkek afg'on qo'z qo'chqor bor ekan. Anan Jaguarsha degan qara qo'y bor ekan, o Jaguarning qizi ekan tug'anda. Yoshlar satiladi ekan, qiziqqanlar bo'lsa ham ko'rasizlar. Erkek afg'on qo'zlarda ko'ring. Jaguarning qizi. 1200 dollarga bahosin qo'ydi. Ajratib oldi-yu. Nasıl oradan? Qatorlar yo'q, tez ishlarqilarga ajratadi. Qarada yaxshi qo'z ekan-a. Afg'on dinasi. Nabzor tug'anlar. Ma'lumot qatori bu yil tug'ilgan urg'ochi qo'zlarning atasi, bu yil qo'zlarning jalpi. Mana shu qo'chqor ekan, liniyasi ushashdiga. Junining tozaligi o'ta yaxshi. Qilchiq jun, o'sha po'qchoq. Bu qancha yosh bu qo'chqoringiz? Bu 6 yoshdan 8 saydi. Bo'ldi. 3 yoshdan o'tib turanda. 3 yosh bo'ldi-da. Mandras. Ushashdi. Junining tozaligi yaxshi ekan. Maşallah. Hamma sog'liqlarga qo'ydikda bugun. Bu yerda qo'yasizlarmi? Qo'yamiz. Qo'chqorlarga da kezek kelib jetdi. Bir afg'on, 2 qara qo'chqor bor. O'zingizlarda ko'rib turasizlar. To'xirjon aka mana o'zi. Ne degan qo'chqor bu? Qorabayir degan qo'chqor. Klichkasi Qorabayir, Arashan, Qancha yosh bu? Bu endi tish buzdi, 2 tish. 2 tish, ha? Bu afg'on qo'chqor. Bu afg'on. Bu 4 tish bo'ldi bu. 4 tish? Ha. Ne oldu? O polukrovka. Afg'on bilan Arashan'da aralashgan.
Kuyruktары жақсы екен, Қара өңді, жүнінің қылчық жүн екен, көрдіңіздер, қылды жүн. Машалла. Мына екеуі сатылады дедіңіздер, Şu ikisi satılады. Бұл қанша жас қара? Жаш bu endi 400 saydı. Bu 400 budan boldu bu. Bu hem boldu. Кішіне башын беріп тұтып қойың, башын. Ya 400'dan da Болды. Болды. Бұл сатылбайды, bu satılmaydı bu özümüz getirdim bakalım. Бұлардың бағаларын қаншадан қоямыз? Ana o bunu 50.000, bunu 100.000. Бұл 50.000 сом, бұл 100.000, Мына ауған қошқар 100.000 сом бағасы. 4 тіш екен. Бұл да жаңы 4 тіш болып тұр, мұның бағасы 50.000 сом. Қойылған бағаларды ұқтыңыздар. Мына ушул қағазға чалып, телефон нөмірлеріне чалып, үйінен келіп көріп, жаққан болса алып кетсеңіздер болады.